Hurmatli kuzatuvchilar, men O'zbekiston Respublikasidan kelgan talaba Nasirova Zebo. Men bu markazning beauty yo'nalishi, ya'ni yuz teri parvarishi yo'nalishi bo'yicha birinchi kurs talabasiman. Sizlarni bugun bizning o'quv markazimiz binolari bilan tanishtirib o'taman. Qani ketdik. Bugun mana bu ko'rinishda chiroyli qilib xaritamizni sizlarga tanishtirib o'taman. Bu asosiy darvozamiz bo'lib, bu darvozada hozir men turgan joy, ya'ni boshlang'ich video va mana bu yer kutubxona. Bu yerda juda ham qulay talabalar uchun sharoit yaratilgan va mana bu yerimiz esa sport maydoni bo'lib, ichkari va tashqari, qishki va yozgi qilib belgilangan. Bu yerda esa golf o'ynaydigan joy va mana bu yer yotoqxona. Yotoqxona talabalar uchun qilib belgilangan. Bu yerda esa asosan ma'ruzalar o'tkaziladi va juda katta imtihonlar olinadi. Men o'qiydigan bino ana bu san'at binosi, ya'ni Yesulguan deb ataladi. Mana bu binomiz esa xorijlik talabalar uchun ma'lumotlar idorasi bo'lib, har qanday muammolar va savollar bo'yicha tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda esa musiqa binomiz bor va mana bu yerda yoshlar uchun uy qilib belgilangan o'yingohlari ham bor joylar juda ham qulay qilib qilingan. Demak, mana bu chiroyli ko'rib turgan binoyingiz kutubxona. Bu kutubxonamiz 1-chi, 2-chi, 3-chi etaj. Hamma binolari kutubxona kitoblardan iborat. Sport maydoniga borib ko'ramiz. Ketdik. Navbatdagi binoyimiz sport mashqlarini o'rgatadigan bino bo'lib, bu yerda asosan jismoniy mashqlar haqida darslar o'tiladi. Endi esa sport maydoniga ketdik. Demak, mana bu ko'rib turgan joyingiz tashqi sport maydoni. Golfni o'rgansa va maza qilib o'ynasa bo'ladigan golf maydonimiz. Demak, keyingi binoyimiz tibbiyot yo'nalishini o'rganuvchi talabalar uchun mo'ljallangan bino. Ushbu binoyimiz tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ta'lim o'rgatadigan va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha yo'l yo'riqlarni ko'rsatadigan binodir. Azizlar, sizlarga manzaralarimiz yoqyaptimi? Endi gul yetishtirish bo'yicha dars o'tiladigan bog'imizga taklif qilaman. Qani ketdik. Xo'p, mana bu chiroyli gullarimiz ekib va o'stiriladigan, ko'paytiriladigan bog'imizdir. Keyingi binoyimiz qizlar yotoqxonasi. Qani ketdik. Mana bu ko'rib turgan binoyimiz talabalar yotoqxonasi. Endi Tetakwan nomli binoyimizga boramiz. Ketdik. Bu binoyimizda elektronika yo'nalishi, kompyuter yo'nalishi va boshqa turli xildagi yo'nalishlar bo'yicha darslar o'tiladi. Gullarimiz chiroylimikan? Endigi navbat musiqa yo'nalishi bo'yicha o'rganuvchi talabalar binosiga ketdik. Bu joy men eng yaxshi ko'rgan joy. Bu tomoni tog' va chiroyli daraxtlar bilan qoplangan. Bu binoyimizda musiqa yo'nalishiga qiziqishi bo'lgan talabalar ta'lim oladi. Ko'rib turgan binoyingiz bolalarga xizmat ko'rsatish bo'yicha ta'lim beriladigan bino. Navbatdagi yo'nalishimiz turizm yo'nalishi bo'yicha dars o'tiladigan bino bo'lib, bu yerda talabalar mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish va kafelarda turistlarga xizmat ko'rsatish yo'nalishlarini o'rganadilar. Marhamat.
Ushbu binoyimiz xalqaro bo'lim joylashgan bino bo'lib, birinchi etajida, ya'ni birinchi qavatida talabalar uchun qulayliklar do'koni va oshxona bor. Ikkinchi qavatda esa chet ellik talabalar uchun ma'lumotlar beriladigan va har qanday savollar bilan tashrif buyursa bo'ladigan xalqaro bo'limimiz bor. Azizlar, sizga oxirgi bo'lib tanishtirib o'tadigan binoyim men uchun eng sevimli bo'lgan san'at yo'nalishi bo'yicha ta'lim beriladigan bino. Bu binoda grafik dizayn yo'nalishi, soch turmaklari dizayni, tirnoq dizayni va tana parvarish yo'nalishlari o'rgatiladi. Sizlarga bugun Semyon Madaniyat universiteti haqida berib o'tgan ma'lumotlarim yoqdimi? Markazimizning tashqi ko'rinishi-chi? Chiroylimi? Demak, men o'zbekistonlik talaba Nasirova Zebo sizlar bilan bo'ldim. Oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Bizning Semyon universitetiga tashrif buyuring. Kutib qolamiz.